Aka hozir ko'rib qoldim Mondo ayskrimlaringni. Odam shunaqa doim ko'pmi yo bugun bayramlik uchunmi? O'zi aslida har doim yaxshi odamimiz ko'p, lekin bugun bayram munosabati bilan yana ham ko'proq mehmonlarimiz kelish boshlashdi. Mana ko'zingiz ko'rib turibsiz, guvohi bo'lib, ichkaridagi joyimiz ham yetishmay qolganidan tashqariga ham stol qildik. Ichini ham ko'rib turibman, охранениyasin zo'r qilibsizlar. Bitta savolim bor. Bu ma'ruzalarning qolgan ma'ruzalardan farqi nimada? Bu aka, ya'ni italyanskiy texnologiyalar bo'yicha ishlab chiqariladi. Va bu ya'ni O'zbekiston bo'yicha 44-filial, Farg'onada yagona bo'lgan filial. Nafaqat marojna, bizda fast food kuxnyalarimiz ham bor, salatlarimiz bor. Kelib, bemalol o'tirib maza qilib tamaddi qilib ketishlaring mumkin. Pitsalaringiz ham bor ekan. Pitsalar ham haqiqiy italyanskiy pitsami? Pitsalarimiz ham italyanskiy sostavda chiqadi. Xamirlari ham italyanskiy sostavda qilinadi. Hozir yesam men Sitsiliyada bo'lib qolgan deb o'ylamanmi, yo'qmi? Xuddi shunaqa. Xamiri ham воздушный bo'ladi. Narxlarimiz qanaqa ekan? Narxlarimiz aka cho'ntagi bor, ya'ni Farg'ona aholiga iminoy marketologlar buni marketingchilar o'rganib chiqib, Farg'onaga moslab narx qo'yilgan. Mana azizlar ko'ryapsiz, haqiqatan havo sovuq bo'lishiga qaramasa bugun 8-mart tashqarida o'tirib odamlar ma'ruzani yeb o'tirishibdi.